Әмді көрдіңіла Етот Ұзтұш. Abduri Ablikim Kelkün, rejissor İslamcan Varis, rollada Xayrigül Hasan, Kunduz Aytaş, Raila Veli, Amina Abdullah, Mesture Cilil. Pek çıraylık baktı. Hey, eğer dostumuz appak toy köynekni kiyip qanday çıraylık qilib ketganda. Qizlar, ko'z olam jumula. Bo'ldimi? Voy, ko'z olam jumula degan jumula. Mana, mana. Malika, qani marhamat. Endi ko'zinglarni assanlar bo'ldi. Hey odaş! Beş çıraylık qilib ketibsa, sen hem candan uyuz bo'lib ketibsa-chimi? Shundigina tarizatdim, uyuzil bo'lib ketsa adash. Izzet adash, erkish o'g'an bo'lsam bag'u, sen aşı kapı deb qishib ketarsan. Voy rostila yarışibdimi? Ha, yarışibdi. Adash kiyimingni nereden aldın? Bu kiyimim uchun onam tiktirib berdi. Yenilam cho'g'lanimda Shu. Voy assalomu qizlar. Yerda chiqarib keldinglar. Angma, voy shunga sotrashganda chichimni olib turib bulanmaydinglar. Voy bassanma jinim adash. Voy pansiyaning melikisidek bo'lib ketibsa jinim adash. Muborak bo'lsin. Rahmat jinim adash, rahmat. Voy bizning badastimiz qaysi bir malikidan kamdi? Bu melikin o'zim bir qilliq yastimchimi tunyanmayaptamsa? Ay qizlar, o'zimizning Uyg'urcha an'anaviy kiyimlarni kiysak bo'ldi ekan-ku. Senze küçürüp apmağanda, Avrupa'nın Aktoy kiyimini kiyme degan ajinim adash. Yo'q, uni kiymeydigan buldum. Onamchu, sen degan mening qizim, Uyg'ur qizsan. Eng ulug' kun bo'lgan to'yingda cho'qqim Uyg'urcha kiyinishing kerak. Agar Yevropacha kiyinsang, men sendan rozi emas deydi. O'ylab baksam, onamning degan gapi to'g'ri ekan. Uning istiqboyatni yozib, bu kiygan kiyimimni hammanglar pek yarashibdi degantinglar. Şunun qarğanda anamning gapini anglab to'g'ri qilishaymi? Adash rost pek yarashibdi, jimi pek umoq Sana yaramas degan. Ay adash. Pek yarashibdi. Sen degancha bizning aramizda birinchi to'y qildingmi? Rost. Bundan keyingi o'tirishning hammani sening uyingda o'ynaymiz-da. To'g'ri. Voy chata. Jinim adash, to'y qilib bo'lgandan keyin bizlarni tonimasqa silib olib, o eringning qo'ynidan chiqqanmay qolmay yana. Voy, chiziq yaqilinglar qizlar. Qanday vaqt kelsanglar qo'lim keksimda. Ha, bu gapim bo'ldi adash. Adashimizcha undoq yesiz emaschimi? Voy. Shu ma erning oldida yuzi bormi yo'qmi? Gapi o'tamdi, o'tmamdi deymina. Yaxsa bo'lmaydi. Sen nega eng burun ish boshlagandan keyin cho'qim yaxshi qilishing kerak. Beka bizning oldimizni to'sab qo'ymay yana. Voy, qo'nglar qizlarni gaplarni qildikansiz. Sen tuzik tut, bo'lmasa o'rniq adam bor. Demoqchimisan adash? Shunlar bo'ldi qillar. Jinim adash, mana shu yo'ldishingga bo'zak bo'lib qolmisin deb sen kuyunyapmiz. Ay, uni dedik, buni dedik. Ish qilib bag'u jinim adash, seni ham yemakdek sifatga olib ketsan. Rastlaysa jinim adash, shu topdi bag'u, sen shunchalik masligim kelyapti. Bu kiyim sen nima degan yarashgan? Tova. Biz xalqni Uyg'urning ninini yeb cho'ng bo'lib olib, Yevropaning kiyimini kiyib to'y qildigan bo'lib ketdik. Buni qizlar mushunda kiyinsak, nima degan chiroylik deyman? Pek yarashibdi. Menimcha to'y qilganda chiroyli Uyg'urcha kerak emas. G'ora o'rikni ko'rib olyapti deb to'y qilgansiz kepek aldirab ketyapsiz, xamat. Qo'g'an, siz xanim to'y qilgansiz kelib, ota-onangiz oldida qo'ylanib, qopingizni shaptirib qoqqili. Xina bo'ldi-ku. Hajxon opa, qanday yaxshimi? Muborak bo'lsin. Rahmat. Hajxon opa, Malikini qanday yasabdi? Voy jinim qizim, bek chiroyli qilib ketibsiz. Mana endi mening qizimga rahmat dadingizning Uyg'urningli qiziga o'xshabsiz.
toyumga atab tikiz bergen kiyimingizge rahmet canım ana. Quruq rahmet etmay. Men xalçqa apaşqağı sümüz budruqdan nerdim birini tuğup rahmet etmay. Qani kəslər. Hay, ondan sen bolmaydı cuma. Herkes onun gibini anlama. Baldır tuqsanca baldır qeyrib gitsin. Acılmadaş. Hacıxan apam sizni shunchalik e'tiborlab beqib cho'ng qildi. Shun to'y qilib bo'lgandan keyin u qinananing ishini qilavermay, baldur tezroq ayrim o'titlash qilasiz, ha? Her asadaş İranguça herkes tumurun tutkızıp koyma. Bomuzçu ma boynuğu minib aldı. Satni özün tut, şunda qalanda-çu, o xalçqa apaşını optan baqalaysa da. Eringə bekirə köz qıla xol, bika tala qarab qalmısı yana. Ay qızlar, eng mühim bir gapni unutib qaptım. Jinimadaş, her qıtım toyğu varğanda vaqt isil kiyinib ba. Bir kiygan kiyimini ikkinchi qıtım herkes kiyme. Qanday dedim Şeytan kızlar. Sel top turunglar. Mening müçü kızımga bir neçe qizga qig'im kelyapti. To'g'ri. Qolgan gapni Xalchixon opam o'z desin. Qizlar biz chiqib baqayli, yigitlar kelib qolmasin yana. Biz chiqayli. Kızım, bu gaplerimni kiyinday degandim. Bay dostlarınızın gapini anlap, hazır deyishini to'g'ri topdim. Qandan ana? Canım balam, bugün siz bu öyden ayrılıp, özünüzge natunish bo'lgan bir öy ketib barsiz. O öyge bargandan keyin, mush yo'ldoshingizni ota-onasini xuddi meni hurmatligandek hurmatlang. Ammo menga akilgandek akilmang. Ularni hurmat qilganingiz, o'zingizni hurmat qilganingiz bo'ldi. Mush yo'ldoshinizga sodiq, vafodor ayol bo'ling. Herkes erlerle gap talışıp teng turmang. Erivli gap talışıdığan ağzı iştik ayollar baxtsiz bo'lib qoldi. O'rin bo'lmang. Sahar qopib keşetting, uyingizni pokiz tuting, kundoshlik qilmang. Eringizni hazazilligingiz bilan emas, sharmi hayoringiz, vafodorligingiz, mehribonligingiz bilan o'zingizga makliya qiling. Ma'qul ana. Bu ishni sizni ulgi qilma. Herkes betxajlik qilmang. Erinizga kiyimning g'alvisini mi deyman? Agar u sizga kiyim ap berib qolsa, undaqkan, bundaqkan demay, rahmat debli qabul qiling. Chunki u o'zi yaxshi ko'rgan kiyimni sizga ap bergan bo'ldi. Siz yaxshi ko'rganni, u yaxshi ko'rmasligi mumkin. Jinim balam, siz bek chiroyli. Sizga har qanday kiyim yarashidi. Mush yo'ldoshinizning do'stlari, tuqqanlari kelsa, qizg'in gap, isil taomlar bilan ularni kutib eling. Erlarga adab bilan, ayollarga qizg'in bo'ling. Erlarning ko'zining ichiga tikkilib gap qilmang. Mehmonlarning oldida ko'p cho'ng ovozda kulmang. Bo'lmasa mehmonlarni yo'ldoshingizni o'ng'aysizlantirib qo'ysiz. Ma'qul ana. Agar ko'ngliniz azar gap qolsa, ko'rganliday odamga deydigan gapni qilmang. Mush qudularning uydagi gapni haqqa, hatto menga to'shmang. Ayollar uchun gap to'shish eng cho'ng ayib. Kichikkin ishlarni bana qilib, yomonlaydigan ishni qilmang. Yo'ldoshingizni, uning ota-onasini ayang. O'zingizni asrang qizim. Ma'qul ana. Siz başkalarını qadrlisiniz, başkalarını sizni qadrlaydi. Şundula inaqlıqqa to'lgan, mehribon bir oila qurib chiqa olaysiz, qizim. Ma'qul ana. Gaplaringizni qalbimda chin saqlayman. Men cho'qim yaxshi kelin bo'laman. Jinim balam, bu gaplaringizni anglab, men endi xotirjam bo'ldim. Mushu turqingizni rahmatli dadingiz ko'rgan bo'lsa, qancha xo'shib ketavg'idi, ha? Rahmatli dadam ko'rgan bo'lsa, qancha xo'shib ketadi. Ana. Jinim ana. Dadam yo'q. O'zingiz yolg'iz meni beqib cho'ng qilmanda. Bekcha patatdingiz. Undaq emas qizim. Mana endi men cho'ng bo'lib, sizning jafoyingizni o'z ustimga oldiga yosh kelgan vaqtimda sizdan ayrilib ketmoqchi bo'ldim. Ana. Men sizga chidamaydigan o'xshayman. Yo'q qizim. Mening yuragim yemirilib ketyapti.
Canım balam. Canım balam. Toyuğan kız degenden hoşal boluş gerek degen go. Biz burunlu kelişip akın toy günü jığlamaymiz deyişken go. Jığlaman apak koğuzcığım. Man qarap tatlıqını bir külüne. Külüne canım balam külüne. Ana. Canım ana. Ben kilo attım. Külüne. Ben kilo attım. Külüne canım balam külüm. Külümüz degen hoşallık kül kızım. Canım balam. Siz külsünüz, hoşal bolsanız ben hoşal bolum. Bunundikin herkes jığlaman cümün kızım. Ana. Ben yığılmay. Siz mi yığılman canım ana? Jığlamadım kızım. Ben fakat jığlamadım. Canım ana. Tatlı ana. Kiçiklikte sizni kapkıp koygan bolsam. Ben de razı olup gittim canım ana. Ben de razı olup gittim. Canım balam, tatlı balam. Ben size razı. Siz mi ben de razı olup gittim cümün? Yalğız ayal boğalığım için. Sizni bay yaşap turmuş eriştiremedim balam. Qattiq tutib men deb ko'nglingizga azor bergan yerlarim ko'p. Hammani esingizdan chiqarib etdim. Unutib ketdim qizim bolamda. Undoq demang ana, undoq demang canım ana, undoq demang. Undoq demang. Bo'lmang qizim. Undoq demang. Ana. Gemizdeydi. Ma'qul qizim, ma'qul. Ha, ma'qul. Menla bunu. Canım balam, mehmonlarni saqlasak sattirdi. Biz chiqaylik qizim. Bek chiroyli qilib ketdingiz qizim. Xo'sh. Men hozir chiqaman qizim. Ben mağdur. Özünüzü kim batıram? Ben pat gitsin yok yaptım ya. Ana. 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 Benim balam. Yürgüm kızım. Ciğerim kızım. Sağ salamet bop, uzun ömür körüm. Yaxşı xatırcam turmuş egi boğaysiz. Baxtiyar aile kurup, umaq farzandlik bolum. Yaxşı yaşan kızım. Canım balam, siz için de mahacet. Siz için de mahacet. Bulbulum.